qo'l sohasida qaltirash, ya'ni biron predmetni olayotganda yoki choy ichayotganda, ovqat yeyotganda qo'l sohasida qaltirash holatlari kuzatiladi. O'sha ichayotgan choyi to'kilib ketadi yoki yeyotgan ovqati qaltirash hisobiga to'kilib ketadi. Bu meditsina tilida tremor deyiladi. Bu quyidagi kasalliklarda simptom holatda kuzatiladi. Ya'ni Parkinson kasalligida, xoreya kasalligida, essensial tremorda yoki qandli diabet kasallarida qondagi qand miqdori tushib ketganda ham qo'lda qaltirash holatlari kuzatiladi. Yoki qalqinsimon bez kasalligi, ya'ni gormonlar ko'tarilib ketganda, ya'ni tirotoksikoz kasalligida ham qo'l qaltirashlar holati kuzatiladi. Agar sizda yoki yaqinlaringizda shu muammo kuzatilayotgan bo'lsa, pastda murojaat uchun nomer telefonlarimizni qoldiramiz, bizlar bilan bog'laning. Bundan da qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun podpisatsiya tugmasini bosing va videoni yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.